Yana katta o'g'irlik. Bu safar AQShda. Filadelfiya shahrida qurollangan iki shaxs inkassator mashinasini o'marib, 1,8 million dollarni olib ketdi. 6 ABC telekanali xabariga ko'ra, hodisa mahalliy vaqt bilan 21 aprel tongida yuz bergan. Avtomat bilan qurollangan shaxslar zirhli inkassator mashinasiga hujum qilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ular voqea joyini ko'k rangli avtomobilda tark etgan. Keyinroq ular ushbu mashinani shaharning boshqa tumanida tashlab ketgan. Gumonlanuvchilar shaxsi oshkor qilingani yo'q. Ular hamon qidiruvda. Jinoyat ishi ochilgan va uning tergoviga AQSh Federal qidiruv byurosi jalb qilingan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Italiyada o'g'rilar tunnel qazib bankni o'marib ketishgani haqida xabar berilgandi.